O'zim yo'q, klient. Ha. Polностью Mauk turbinalar qo'yilgan. Sinib qoladi turbinasi yana. To'ppa to'g'ri. O'zingiz bilasiz, biz ham haydovchi kemasida ishlaymiz. Biz ham kabel kompaniyasining tiralgan amortizatorlarni hamma mashinaga qo'yib, tekshirib, sinovdan o'tkazdik 6 oy davomida ichida hali biror marta muammo bo'lmadi. Muammo bo'lsa ham bu 2 yil garantiyasini beryapti. Biz ustalar sotgani kelmadik. Ishlatib ko'rdik, ishlatib ko'rganimizda Sizlarga yoqdi. Kulayotgani keldik. Sotishni boshqalar ertashadi. Ko'ringlar, Sarvar hadovoy bo'yicha qanaqa taklif savollaringlar bor? Amortizator qo'yganda nimalar hali parod qildi? Kerak Nexia ish qilmoq uchun zo'r Nexia ko'rib qoldim. Yig'ilganini qaranglar. Polностью Mauk turbinalar qo'yilgan. Xudo xolasa agar inshaalloh hozir ruxsat olsak, tashqariga olib chiqib bitta test drive ko'ramiz. Rozi bo'larlar. Ochmasdan turib 10 ming beraman lekin. 100 ming bersamchi? Necha pul bersa bo'ladi? Bo'shi ham bor ichida. Lekin 100 mingdan amortizatoriga keldi.